Simayi qanchalik aqlliq. Nurg'unlar Simayininki bulutni savrchallig'ini yoqtirdi. Shunami? Bu umrining oxirida Jugulyanga tankilanmaydiganligini bilib, ish qilib nemin qilmasin, bu yerga Jugulyangni o'ltiribdi. Eng oxirida Zeyni ilkiga oldi. Shu vaqtda yaxshi ko'rinish va yalan oyoq kelib, nimani o'ziga dastlab turib nim dedi? Simayi sen qilchingni sug'ading. To'g'ri, men qilchimni birlik etib ishiltirdim. Biroq 20 yil bildim. Bu mahoratni men buvang savsovdan o'rgangan. Ayni vaqt savsov nima degandiya? Simayi odamning Putin nima uchun yuzidan qildim haqorat qildi bilamsiz? Yo'q desa, chunki oyoqning ichida turdi degandi. Simayiga nayt ta'sir qilgan bo'lgan. Shuning uchun savsovdan mash o'rganib olgan mash bunisi bo'yicha eng oxirida bu yerga sav jamoatini shu usulda yig'di. Reyning savpining butun qontarni oxirida Simayi tortib oldi. Simayining balsiga kelganda oldin taslim qildi. Navrisiga kelgan vaqtda elni birlik keltirib jins lansini qurdi. Bularning ham ulun ishlab bergani emas, Simayi bo'ldi. Shunami? Shuning uchun ham bu yerga Simayining aql parasti bu savrchallik to'g'ri so'zlasak, nayt jiq gaplar va tahlil qilsak intayin ko'p. Masalan, Kungchongji deymiz, Changpanguda omad kelib qolgan deymiz. Bu yer diva so'zlab tugatkil bo'lmaydi. Shuning uchun bu yer Simayininki bu hayot so'zlangan, Simayining savrchallik so'zlangan bu kitobni aytib sizlarga tavsiya qilib keldim. Mana shu ko'rpa qo'y, mana Simayi to'g'risida bilib qo'y deganlar, hozir serqatni setib olsanglar bo'ladi. Rahmat.